Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. İnsanlar jamiyati go'zal axloqlarga hamisha muhtoj. 673-savol. İnsanlar jamiyati uchun axloqning ahamiyati qanchalik? Javob. Güzel axloq insoniy va ijtimoiy zaruriyat bo'lib, dunyoda hech qanday bir jamiyat uningdan behojat bo'lolmaydi. Axloq buzilgan aman, krizislar bosh ko'taradiganligida shak yo'q. Shak qabul qilmaydigan haqiqatlardan biri shuki, dunyoda insonlar to'plashib yashaydigan qandoqli bir jamiyat bo'lsin, uning a'zolari go'zal axloqqa bog'lanmasdan, ularning o'zaro bir-birini tushunib, bir-biriga yo'l qo'yib va bir-biri bilan hamkorlashib baxtli holda hayot kechirishi va rivoj tepishi mumkin emas. Bunda qilmasdanmi rivoj topgan insonlar jamiyati ba'da faraz qilsaqmi, u faqat moddiy manfaatlar bilan bog'langan hamkorlikdir. Bas. Bundaq jamiyat a'zolarida moddiy manfaat bog'lanishdan boshqa ulug'vor fazilatlar bo'lmaganda, ularning oqibati cho'qim krizisga yuz tutadi. Chunki har qanday bir jamiyatning sog'lom bo'lishi uchun eng oddiy talab a'zolar o'tirisidagi o'rtaq ishonch va bu ishonchni yerda qo'ymaydigan aminlikdan iborat go'zal axloqdir. Rostchilikdan iborat go'zal axloq hukm surmagan bir jamiyatda kishilarda haq-huquqlarning qo'g'dilishiga, ilm-fan, ma'rif va yangilik xabarlarining rostligi ishonchi bo'lamdi. Ishonchdan iborat go'zal axloqning nisivasi bo'lmagan bir jamiyat kishilarida o'zaro hamkorlik, muqimlik, xotirjamlikning misollarini topqili bo'lamdi. Orasida birlik, inoqlik, o'zaro sevgi, muhabbat bo'lmagan bir millat qandoqmi parlaq kelajak qura olsin. O'zining haqqini talab qilish yo'lida dushmanlarga va zolimlarga qarshi shijoat, qo'rqmas iroda bo'lmagan bir millat qandoqmi asoratdan qutulsin. O'zini o'ylaydigan, nafsi havasini qondirish uchun yashaydigan, qurbon berishni yoqtirmaydigan bir inson qandoqmi insoniy kamolatlarga yetalisin. Tajribalar, tarixiy voqealar shuni isbotladiki, har qanday bir millatning ma'naviy yukselishidan bo'lgan nisivasi ularning axloq fazilatidagi yukselish darajasiga qarab bo'ladi. Qandoqli bir millatning ma'naviy tarafdan yiqilishi, ularning axloqi tarafdan yiqilishi bilan bir vaqtda bo'ladi. Nafs va ruh. Nafs va uning xususiyatlari. 674-savol. Nafs degan nima? Javob. Nafs so'zi Qur'on Karimda insonning ichki qismidagi shaylar uchun qo'llanilgan bo'lib, u ta'siri insonning yurish-turishlarida ko'rinib turadigan ko'plagan insoniy sifatlar va xususiyatlarga egadir. Nafsning haqiqiy mohiyati insonlarga aniq ma'lum bo'lmasa-mu, ammo nafsning ko'plagan sifatlari va xususiyatlari insonning yurish-turishlarida o'zini ko'rsatib turadi. 675-savol. Nafsning xususiyatlari qaysilar? Javob. O'zini rohatlantiradigan va istaklariga qondiradigan narsalarga havas qilish, qiziqish, talab qilish, rohat va jafoni his qilish, shodlanish va g'amkin bo'lish, suyish va nafratlanish, yoqtirish va yomon ko'rish, ta'sirli so'zlardan hissiyotga kelish qatorliq vijdoniy sifatlarning hammasi nafsining xususiyatlaridan sanaladi. Shuningdek, to'g'ri yo'lga hidoyat tepish yoki ezish, o'zini poklash yoki bulg'ash xususiyatlarimi nafsda bo'lib, yaxshilik va yomonlik manfaatlari, yaxshi bilan yomonni farqlantirish iqtidori va yaxshilik yomonlikdan xohlaganlarni qilish qobiliyati nafsda bordir. Nafsi yaxshilik va yomonlik ishlashga qodir bo'lib, qilganlarni bilib qilish xususiyatiga egadir. Shunga nafsining irodasining sirtida bo'lgan ishlar uning xususiyatlari yoki sifatlaridan sanalmaydi. Bu sababdan nafs qilganlardan o'zi mas'ul bo'lib, yaxshi qilganlarning mukofotini, yomon qilganlarning jazosini olishga haqli bo'lgan. 676-savol. Nafsining mas'uliyati qaysi darajada bo'ladi? Javob. Mukofot bilan jazo mas'uliyatning mevasi bo'lib, mas'uliyat bo'lmagan ishda mukofot yoki jazo deganlar bo'lmaydi. Shunga nafsi yomon qilgan ishlari uchun malomatga, yaxshi qilgan ishlari uchun madiyaga loyiq bo'ladi. Nafs qilgan barliq ishlardan mas'ul bo'lgan ekan, uning yaxshi yomon barliq ishlari xotirlanib turadi. Shunga u qiyomat kunida bu dunyoda qilganlarning hammasini xotirlanib yozilgan holatda ko'rdi. Adolatning prinsiplaridan biri jazolashdan avval hisob elish bo'lganidek, hisob elishning qoidalaridan biri hisob berguvchiga o'zini mudofaa qilish haqqini berishdir. Shunga qiyomat kunidagi hisob maydonida har bir nafs o'zini mudofaa qilish uchun tirishadi.
Qur'on Karimdagi har odam o'zi bilan bo'lib ketadigan, har odam qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni eslagan degan oyat buni ifodalaydi. Sura Naml 111-oyat. Har nafs o'zining yaxshilik va yomonlikdan ishlaganliklarini bilib turib ishlaganligi uchun u o'zidan hisob elishni biladi. Shunga qiyomat kunida uningga nomi amalingni o'qigan, bugun o'zingga o'zing guvoh bo'lishing yetarlik deyiladi. Sura Isra 14-oyat. Nafsida yaxshilik va yomonlik manfaatlari, yaxshilik bilan yomonlikni idrok qilish qobiliyati va bularning qaysini qilishga yetarlik turtki bo'lgan ekan, u yaxshi qilgan ishlardan xotirjamlik his qilish, yomon qilgan ishlar uchun bearam bo'lib, o'ziga malomat qilish xususiyati bordir. Chunki nafs qandoqli bir yomonlikni ishlashga yuzlanganida o'zining istaklarini, havaslarini va shahvatlarini tezroq qondirish va bu lazzatlar bilan vaqtlik huzurlanish turtkisi bilan harakatga o'tgan bo'ladi. Nafs qandoqli bir yaxshilikni qilishga yuzlanganida o'zidagi ijobiy turtkilar va vijdonning azobiga quloq solish, Alloh taolaning roziligiga erishish orqali jannatni qozonish qizg'inligi bilan harakatga o'tgan bo'ladi. Vijdon nafsini hamisha yaxshilikka chaqirib turadi. Ammo nafs uningga quloq berish yoki uni rad qilish ishida ixtiyor egasidir. Bu sababdan nafsi o'z qilmishlaridan javobgar bo'ladi. Nafsda bo'ladigan turtkilar. 677-savol. Nafsda bo'ladigan turtkilar qaysilar? Javob. Qur'on Karim oyatlariga asoslangan tushunchalarni tahlil qilganda har qanday bir nafsda 3 xil turtki bo'lib, bularning har biri nafsini o'z tarafiga qaratishga tirishadi. Ammo nafsi bu uchining o'ttirisida tanlash ixtiyoriga egadir. Bu 3 xil turtkining biri oliy hikmat turtkisi, ikkinchisi tuvallik turtkisi, uchinchisi o'ttirhal turtkisidir. 678-savol. Nafsining oliy hikmat turtkisi degan nima? Javob. Nafsining oliy hikmat turtkisi uni yaxshilikka chaqirib turadigan, fazilatlarni his qiladigan, yomon qilgan ishlari uchun o'ziga malomat qiladigan, yaxshi qilgan ishlari sababli suyunadigan Rabboni tarafning turtkisidir. 679-savol. Nafsining tuvan qimmat turtkisi degan nima? Javob. Nafsining tuvan qimmat turtkisi uni yomon ishlarga chaqirib turadigan, gunoh ma'siyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadigan, o'zini qoyil qiladigan, haqiqatdan shaklanish, to'g'ri yo'ldan adishish qatorliq ozg'unliklarga tashabbus qiladigan shaytoni tarafning turtkisidir. 680-savol. Nafsining o'ttiral turtkisi degan nima? Javob. Nafsining o'ttiral turtkisi uning ish harakatlarini belgilaydigan, yaxshilik bilan yomonlikning kuchli turtkilari o'ttirisida qolgan o'ttirhal turtkisidir. İnsan nafsi Rabbani tarafning chaqirig'iga quloq silib, yuqori tarafga o'rliginida, u aram topquvchi nafs qatoridan o'rin olib, Alloh taolaning fazli kerami bilan o'zimi mamnun bo'lgan va Alloh taolani rozi qilgan nafsiga aylanadi. Qur'on Karimdagi: "Ey aram topquvchi nafs, sen Parvardigoringdan mamnun, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytqin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgan, mening jannatimga kirgin." degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Fajr 27-30-oyatlar. Agar u shaytoni tarafning vasvaslariga, qiziqtirishlarga va tashabbuslarga ergishadigan bo'lsa, bu vaqtda u bearam nafs qatoridan o'rin olib, Alloh taolaning adolatining taqozosi bo'yicha nadomat chekuvchi va o'ziga malomat qiluvchi nafsi bo'lib qoladi-da, qiyomat kuni har bir nafsining qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmasligini, o'zi bilan yomon ishlarning orasida Mashriq bilan Mag'ribning orasidagi uzun musofa bo'lishni orzu qiladi. Sura Al-Imron 30-oyat. Nafsining talablari. 681-savol. Nafsining talablarining hammasi so'kiladigan darajadami? Javob. Nafsining talablarining hammasi so'kiladigan darajada emas. Chunki nafsining yo'lliq talablari va yo'lsiz talablari bor. Nafsining yo'lliq talablari o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatga uchratmagan asosda qoida yo'sin bo'yicha o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirishdan iboratdir. Nafsining yo'lsiz talablari o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatlarga uchratish badaliga o'zining moddiy va ma'naviy havaslarini qoida yo'siniga yot bir shaklda qondirishdan iboratdir. Ruh va uning xususiyatlari. 682-savol. Ruh degan nima? Javob. Ruhning mohiyatini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq degan: "Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi.
ruhning mohiyatini bilish Parvardigorimga xosdir degan. Sura Isro 85-oyat. 683 savol. Ruhning xususiyatlari nima? Javob. Ruhning xususiyatlaridan biri vujudni harakatlantirish bo'lib, hujayralardan tarkib topgan bu moddiy vujudda ruhning bo'lishi hujayralarni harakatchan, o'sadigan va yashaydigan qilish rolini o'ynaydi. Chunki ruh Alloh taolo yer yuzidagi jonliqlarga tarqatib o'tgan energiya bo'lib, hujayralarning harakatlanish, ko'payish va bo'linish qatorliq faoliyatlarini amalga oshiradi. Hujayra o'lgan amon, uningdagi ruhmi tugishadi. Ruhning mohiyatini bilmasakmi, uning vazifasini bilgili bo'ladi. Ruhning o'rnini ko'rgili yoki qiyos qilgili bo'lmaydigan, faqat natijasini ko'rgili bo'ladigan havo to'lqinlariga yoki elektr energiyasiga o'xshatishga bo'ladi. Chunki vujuddagi hujayralarni harakatlantiradigan narsa ruhdir. Bizning Uyg'ur tilimizda birovning birdilla faoliyatchan bo'lib ketganligini ruhlanib ketdi deymiz. Vaznasiyat yoki ta'sirlik she'r yoki so'zni anglab yoki kitob o'qib ta'sirlangan kishini ruhiy ozuq oldi deymiz. Bu ifodalarning hammasi ruhning qo'zg'atqich kuch ekanligini tushundirdi. Qisqasi, ruh inson vujudida motorga o'xshasa, nafsi rolga o'xshaydi. Nafsi vujudni uningdagi ruh bilan birga ya yomonlikqa, ya halokatga boshlab menish rolini o'ynaydi. Shunga Qur'on Karimda nafsini yomonlikqa boshlag'uvchi deb sifatlagan. Nafs degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuradi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Sura Yusuf 53-oyat. Nafsini poklashning choralari. 684-savol. Nafsini poklash deganning ma'nosi nima? Javob. Nafsini poklash degan nafsi ishtiho qiladigan va havas qiladigan barcha gunoh ma'siyatlar, harom va yomon qiliqlardan uni yiroq tutish, shaytonning turli nayranglari bilan uni bulg'ib etishdan saqlab, uni o'z kontrolligida tutish deganlikdir. İnsan nafsi poklanganda uning butun amallari va yurish-turishlari to'g'riliq, haqqoniylikqa qarab yo'l olgan bo'ladi. Qachonki inson nafsida bu poklanish amalga oshir ekan, uningda go'zal axloq va fazilatlar biq urgan bo'ladi-da, uning ichki dunyosi yaxshiliklarning qaynamiga aylanadi. İnsonning nafsi poklangan, tabiati tuzalgan vaqtda uning ichki va tashqi ahvolining isloh qilinishida shak yo'q. İçi güzel bo'lmaganlarning tashqi go'zalligi foydasiz. 685-savol. Axloqni isloh qilishni nerdan boshlash kerak? Javob. Axloqni isloh qilishni nafsini poklashdan boshlash kerak. Chunki islohni insonning tashqi ko'rinishiga, zoiri tarafiga qaratganda bu maqsad amalga oshmaydi. Bu vaqtda teshpalpal ichi qolgan narsa bo'lib qolgan bo'ladi. Chunki bunda qilish to'riksiz uy solganga o'xshaydi. Asosiy mahkam bo'lmagan har qanday bino yiqilishga mahkumdir. Uning ustiga insonning tashqi ko'rinishi ko'p hollarda uning ichki dunyosini ifodalab berolmaydi. Ba'zi kishilar ichki dunyosi xarob bo'lsa-mu, tashqi ko'rinishini pardazlab, xuddi esil fazilatli kishilarda qilib ko'rsatadi. Shu sababdan islom dini kishilarning tashqi ko'rinishidan ko'ra, uning ichki dunyosini isloh qilishga nihoyat zo'r ahamiyat bergan. Chunki insonning ichki dunyosi tuzalganda, tashqi tarafi tuzaladi. Shunga o'zining ichki dunyosi xarob turib, yasalmalik bilan tashqi ko'rinishni nihoyat yaxshi va chiroyli ko'rsatishga uringanlar munofiq deb ataladi. Mundaqlarning axloqiy ko'rinishi tabiiy bo'lmagan bir xil yasalmalikdan iborat bir narsadir. Alloh taolo qalbga qaraydi. 686-savol. Alloh qalbga qaraydi deganning ma'nosi nima? Javob. Alloh taoloning nazari oldi bilan qalbga tushadi. Chunki Alloh taoloning amallarni ko'zatishi insonning niyati va ichki dunyosidan, ichki amallaridan boshlaydi. Odatda tashqi amallar insonning ichki dunyosini to'liq ko'rsatib bera olmaydi. Ba'zi kishilar ko'nglidan bo'lmasa-mu yasalmalik bilan o'zini durust ko'rsatib, kishilarni qoyil qila oladi. Ammo Alloh taoloni hargiz qoyil qila olmaydi va oldiyanmaydi. Payg'ambar alayhisalom bu haqiqatni jakarlab, Alloh sizlarning taqdir-qonlarga va shaklinglarga qarmaydi. Balki sizlarning qalbinglarga qaraydi. İmam Muslim rivoyat. Alloh taolaning nazarida amallarning savob tarafdan bo'ladigan qimmati bu amallarni qilguvchilarning niyatlarining qimmatiga qarab belgilanadi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: amallarning qabul bo'lishi niyatlarga bog'liqdir. Har kim o'zi niyat qilgan narsasiga erishadi. Buxoriy va Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhissalom taqvolikning o'rni qalb ekanligini ifodalab, taqvolik mana bu yerda,
degan so'zni 3 qatim takrorlab, o'zining yurkiga ishorat qilgan. İmam Muslim rivoyati. 687-savol. Ba'zi kishilarning din qalbimizda degan da'vosi to'g'rimi? Javob. Bu so'z ba'zi kishilarning islom dinida buyurilgan amal ibodatlarni ado qilishdan o'zlarini qochirish maqsadi bilan aytib kelgan bema'ni so'zidir. Ma'lumki, din, aqida, ibodat, axloq va muomala qatorliqlarning hammini o'z ichiga oladi. Aqida masalalari qalbda bo'lsa-mu, amal ibodatlar, muomalalar va boshqa amallar qalb bilan badanning birdek ishtirok qilishi bilan bo'ladi. Buningdan aniqki, din aqida bilan ado topmaydi. Balki din hayotning hamma taraflarini o'z ichiga oladi. Din qalbimizda deguvchilarning bu da'vosi rost bo'ladigan bo'lsa, qalbdagi dinning alomatlari ularning tashqi faoliyatlarida ko'rilgan va ularning turmushida aks etgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: "Bilinglarki, tanda bir parcha go'sht bo'lib, u tuzalsa tan butunlay tuziladi. Agar u buziladi ekan, tanning hammasi buziladi. Bilinglarki, u bo'lsa-mu qalbdir." İmam Buxoriy, Muslim rivoyat. Bu hadisning ma'nosiga ko'ra, qalbi tuzuk bo'lgan kishining ish harakatimi tuzuk, qalbi buzuq kishining ishlari buzuq bo'ladi. Kishilarni go'zal axloqqa tashabbus qilishning siri. 688-savol. Go'zal axloq bilan ibodat ikkisidan qaysining foydasi cho'ng? Javob. Shubhisizki, go'zal axloqning foydasi va dunyo oxiratdagi mevalari ko'plagan ibodatlarning savobidan va foydasidan cho'ngdir. Chunki ibodatlarni salohiyatli qiladigan narsa axloq. Nachar axloqlardan saqlanish ko'plagan oshkor gunoh ma'siyatlardan saqlanishdan muhimdir. Chunki ko'pincha gunoh ma'siyatlarning ziyni ko'p hollarda bu gunohlarni ishlaguvchilarga bo'ladi. Ammo nachar axloqning ziyni shu shaxsning o'ziga, oilasiga va umumiy xalq qadar yetib boradi. Go'zal axloqning Alloh taolaning nazaridagi qimmati zikr, istig'for va nurg'unlagan zoir ibodatlarning qimmatidan albatta yuqoridir. Shu sababdan islom dini go'zal axloqqa alohida zo'r qimmat va alohida ahamiyat bergan. Shunga islom manbalarida go'zal axloqqa kuchli tashabbus qilingan oyat va hadislarning intayin ko'pligini ko'ramiz. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom go'zal axloqda butun insoniyatga ulgu edi. Onun go'zal axloqining ahamiyati haqida aytganlari va uni amaliyotida ko'rsatib o'tganlari nihoyat ko'p. 689-savol. Nima uchun eng afzal iymon axloq deyilgan? Javob. Payg'ambar alayhissalom qandoq iymon eng afzal iymon bo'ladi deb so'ralganida go'zal axloq deb javob bergan. Imom Ahmad rivoyat. Yana u iymoni eng komil mu'min, eng axloqli bo'lganidir degan. Imom Tirmiziy rivoyat. Payg'ambar alayhissalom yuqorqi hadislarda iymonda kamolat darajalariga yuksalishni go'zal axloq darajalariga yuksalishga bog'lagan. Chunki insonning ichki dunyosidan chiqqan haqiqiy go'zal axloq bilan uning chin qalbidan chiqqan haqiqiy iymonning turtkulari birdir. Chunki axloq eng yaxshi bo'lgan odam iymonida eng sodiq, niyatida eng xolis, Alloh taologa va insonlarga qartilgan muomalasida eng to'g'ri va eng mukammal bo'ladi. İbadetni Allah Taala üçün samimi qilish go'zal axloqning natijasidir. Chunki Alloh taologa samimi ibodat qilib, uning haqqini ado qilish go'zal axloqdir. Chunki bandalar tarafidan ibodat qilinish Alloh taoloning yolg'iz haqqidir. Kishilarga to'g'ri va yaxshi muomala qilish go'zal axloqning natijasidir. Chunki boshqalarning moddiy va abadiy haq-huquqlariga rioya qilish go'zal axloqdir. Yuqorqilardan tushunganimizdan keyin iymoni eng komil mu'min, eng axloqli kishi ekanligini jazmlashtiramiz. Birovning axloqini o'lchaydigan mezon uning oilasidir. 690-savol. Oila nima uchun axloq mezoni deyiladi? Javob. Birovning axloqining qanchalik darajada ekanligini o'lchaydigan tarozilarning eng yaxshisi oila hayotidir. Payg'ambar alayhissalomning sizlarning eng yaxshilaringlar oilasidagilarga eng yaxshi bo'lganlardir. İmam Tirmiziy rivoyat. Degan so'zi inson axloqining haqiqatini o'lchaydigan va o'ttirg'i chiqaradigan eng to'g'ri mezondir. Chunki ba'zi insonlar boshqalarning oldida o'zini nihoyat axloqli qilib ko'rsatadi. Bo'libmi yangidan tanishgan kishilarga ma'lum vaqtgachilik o'zini axloqli va yaxshi qilib ko'rsatadi. Ammo hamisha shunday qila olishi, hatto umr bo'yi shunday yasalma axloq bilan ish ko'rishi notayin. Insonning ichki yuzini haqiqiy ravishda aniq va ro'shan ko'rib olishning eng yaxshi yo'li oila hayotidir.
Oilada normalda er kuchlik, ayol ojiz bo'ladi. Uning ustiga ba'zida ayoldan erni savrchanlikdan chiqaradigan, keng qursoqlikdan yiroq qilib etadigan, rostchillik prinsipiga amal qilishdan to'sib qo'yadigan ba'zi qiliqlar va harakatlar sodir bo'lib turadi. Chunki turmushda kishilar har kuni bir xil o'tmaydi. Mushu ishlarning hammasida o'zining esil fazilati va go'zal axloqini bir xil saqlab qola olgan er rostilla eng axloqli erdir. 691-savol. Qiyomat kuni tarozda eng og'ir keladigan amal qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni mu'min kishining mezonida go'zal axloqdan salmoqroq keladigan narsa yo'q degan. Imom Tirmiziy rivoyat. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda qiyomat kuni mu'min odamning amallari tortiladigan adolat tarozisida eng salmoq keladigan, eng fazilatli amal go'zal axloq ekanligini keskin e'lon qiladi. Ba'zi kishilar bu hadisni tushunishda qiyinchilik uchrashi mumkin. Ular eng afzal amal Alloh taolaning borligi va birligiga ishonib, amal ibodatlarni to'liq o'rindashtirsa, qandaqmi qiyomat kuni mu'min odamning mezonida eng salmoq keladigan amal iymon bo'lmay, axloq bo'lsin deb bayron qilishi mumkin. Lekin iymon bilan ibodatning islomiy go'zal axloq prinsiplari belgilangan zaruriyatlar qatoridan ekanligini, islomiy go'zal axloq yetilmasdan iymon bilan ibodat rolini joriy qildirilmaydiganligini bilgan amon bu hayronlik o'zligidan yo'qolib ketadi. 692-savol. Go'zal axloqning savobi ibodatdan cho'ngmi? Javob. Go'zal axloqning savobi nafli ibodatlardan, hatto ba'zi ulug' ibodatlardan cho'ng. Payg'ambar alayhissalom mu'min odam o'zining go'zal axloqi soyasida kechasi namoz o'qib, kunduzi ro'za tutganning savobini topadi degan. Abu Dawud rivoyat. Buningdagi sabab Alloh taolaning roziligini izlagan holda go'zal axloq doirasida ish ko'radigan kishilar ijtimoiy hayotidagi ko'pincha vaqtlarda go'zal axloqni taqozo qiladigan ishlarga uchrab turadi. Ularning shu vaqtlardagi holati ularni davom qilayotgan ibodatlar sohasiga ilib kiradi. Chunki shu lahzalarda ochchig'ini yig'ib, savrchanligini oshirib, nafs havasini yengib, intiqom elish paylidan yenib, o'zini go'zal axloqning taqozosi bo'yicha ish ko'rish jarayonida tortgan jafolari haqiqatan kechasi uxlamay namoz o'qib, kunduzi ro'za tutgan obidning ibodatiga tanglashida go'ida ish tushadi. Yana kelib birovning kecha uxlamay namoz o'qib, kunduzi ro'za tutish orqali ibodatga mahkam bo'lganligi katta savobli amal bo'lsa-mu, yana uning foydasi shu kishining o'zi bilan cheklanadi. Ya'ni uning ibodatidan boshqalarga foyda yetmaydi. Ammo birovning go'zal axloqi umumiy xalqqa manfaatli bo'lib, Allohning bandalari u kishining go'zal axloqining foydasini ko'radi. Uning yaxshiligidan hamma birdek bahramand bo'ladi. Natijada bu odamning axloqiy amallari Alloh taolaning nazarida katta ibodatlardan sanalib, u odam savobdan bahramand bo'ladi. Mana bular payg'ambar alayhissalomning mu'min odam o'zining go'zal axloqi soyasida kechasi namoz o'qib, kunduzi ro'za tutganning savobini topadi deganligining ma'nosidir. 693-savol. Yaxshilik va yomonlikning alomatlari qaysilar? Javob. Payg'ambar alayhissalom yaxshilik go'zal axloqdir. Gunoh seni bearam qilgan va boshqalarning ko'rib qilishini yoqtirmagan ishdir degan. Imom Muslim rivoyat. Hadisdagi yaxshilik butun yaxshilik turlarini o'z ichiga oladigan ixcham so'z bo'lib, payg'ambar alayhissalom uni go'zal axloq deb ta'riflagan. Buningdan ma'lumki, go'zal axloq barliq yaxshilik turlarining hammasini o'z ichiga oladigan bir ismdir. Ammo gunohning ko'nglini bearam qiladigan va boshqalarning ko'rib qilishi yoqtirilmaydigan bo'lishi Alloh taolaning insonga ato qilgan vijdonning sababidan bo'lib, insonniki buzilmagan vijdon fazilatlarini his qilgandek gunohlarni his qiladi. Fazilatlik yaxshi ishlarni qilganida rohatlanadi, yomon ish qilganida o'ng'aysizlanadi. İnsan gunoh ma'siyat ishlaganda o'zida beoromlik his qilgan chig'ida, agar bu ishni boshqalar ko'rib qolganida, ularning shundoq his qiladiganligini biladi va o'zining sab tabiatiga zid keladigan bu yomon ishni qilganlik sababli boshqalarning uni aybga buyurishidan qo'rqadi. Shunga qilgan yomon ishni boshqalarning ko'rib qilishni yoqtirmaydi. Payg'ambar alayhissalom so'zlagan bu o'lcham tabiiy hisob, vijdoni uyg'oq kishilarning nazarida intayin to'g'ri va bakmun nozik o'lchamdir. 694-savol. Uch axloq qoidasini belgilagan hadis qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom nadil bo'lg'in Allohga taqvolik qilgan. Yomonlikdan keyin yaxshilik qilganki, uni o'chirsin.
insonlarni yaratgan zot go'zal axloqlidir degan. Imom Tirmiziy rivoyat. Bu hadis amal qilgan kishini insoniy kamolatlarga yuksaldiradigan eng chong axloqiy prinsiplarni o'z ichiga olgan bo'lib, insonning o'zi bilan yaratquchisi va uning insonlar bilan bo'lgan munosabati haqida ta'limot beradi. İnsanның Allah Taala bilan bo'ladigan munosabatining eng beshi uning oshkor va yoshirin, kech-kunduz nadil bo'lsin, taqvodorlik ichida bo'lishidir. Chunki Alloh Taala bandining oshkor va yoshirin barliq ishlarini, hatto ko'ngliga keltirganlarini bilib turadi. Odam nadil bo'lsin va qandoqli bir ishni qilsin, taqvolikni ko'z oldidan ayirmasligi kerak. Aksicha, masjidda taqvodor, ilm setim ishlarida aldamchi, uyida din bilan kori yo'q yuradiganlar soxtipazlar bo'lib, Alloh taolo bundaqlarni yoqtirmaydi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida. Payg'ambar alayhissalomning yomonlikdan keyin yaxshilik qilginki, uni o'chirsin degan so'zi bo'lib, buningda o'zini isloh qilish, to'g'ri yo'lga qaytish va gunoh ma'siyat ishlash bilan nafsini bulg'agandan keyin uni poklash uchun zarur bo'lgan ilohiy ko'rsatma bor. İnsan o'zining insoniy ojizligi va irodasining mustahkam emasligi sababli gunoh ma'siyatlarga tushib qolgandan keyin buzilmagan vijdonining ovoziga quloq solib, yaxshi ishlarni qilish orqali burunqi xatoliklarni, yomonliklarni yo'q chiqara oladi. Bu qoida Alloh taolaning shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushunganlar uchun vaz nasihatdir degan so'zidan ilingan. Sura Hud 114-oyat. Üçüncü qoida. Yani Peygamber aleyhisselamның insonlarni yaratgan zot go'zal axloqlidir degan so'zi bo'lib, bu insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatidagi axloq prinsipini belgilagan cho'ng qoida. İnsonlarning yaratquchisi eng go'zal axloqli bo'lganligi, insonlarning bir-biriga Alloh taolo sizib bergan go'zal axloq doirasi ichida muomala qilishini taqozo qiladi.